Agar hamma Muhammad alayhisalomdek taqvodor bo'lib ketgan chog'ida ham Alloh taologa buni hech qanday foydasi yo'q. Bir sekundda insonning ko'zi 50 ta narsaniga qarab idrok qilishga ulgurgan. Agar quloq bitta bo'lsa, ovoz qayerdan kelayotganligini inson ajrata olmaydi. 50 martaga yaqin inson ontarilib to'ntariladi. Nimaga? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad as-sodiqil va'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlari haqidagi navbatdagi darsimiz. Asmaul husno xususidagi darslarimiz. O'tgan darsimizda biz Alloh subhanahu va taoloning Al-Mu'ti, ato qiluvchi, in'om qiluvchi ismi haqida dars boshlagan edik. Bugun ikkinchi darsimiz davom etkazamiz. Alloh azza va jalla Al-Mu'ti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din." Alloh subhanahu va taolo kimga yaxshilikni ravo ko'rgan bo'lsa, bas u kishini dinda faqih qilib qo'yadi. Dinni tushunadigan qilib qo'yadi. Ya'ni diniy bilimlarni beradi. Vallohul mu'ti dedilar Rasululloh. Alloh ato qilguvchi bo'lgan zot. Siz bilan bizga bergan atoyatlarini, ne'matlarini, in'omlarini sanab nihoyasiga yetkiza olmaymiz. Avvalambor bor bo'lishlik ne'matini berdi. Bor bo'ldik. Nasl nasabimizni davom etishligini berdi. Koinotni bo'yin sundirdi. Rushdi hidoyatni berdi va ilmni ato qildi. Inson zotini boshqa mahluqotlardan ajratib turadigan, afzal qilib turadigan narsa bu iymoni va ilmi. Inson ilmga intilmas ekan, o'zini oliy insoniylik maqomiga yetishligi mumkin bo'lmaydi. Agar ilmdan yuz o'girar ekan, mutlaq ana shu hayvonlarning darajasiga, tubanlik darajasiga tushib ketadi. Alloh taolo Al-Mu'ti, ato qilguvchi bo'lgan zot. Alloh taoloni ato qilish ham bir og'iz so'z, man qilish ham bir og'iz so'z. Imom Muslim keltirgan hadisda, hadis qudusida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Ya ibadi, law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'an. Ey bandalarim, avvaliy oxiringiz, insu jinlaringiz orangizdagi eng taqvodor insonning qalbidek bo'lsangiz ham bu narsa meni mulkimga hech narsani ziyoda qilmaydi. Agar hamma Muhammad alayhisalomdek taqvodor bo'lib ketgan chog'ida ham Alloh taologa buni hech qanday foydasi yo'q. Ey bandalarim, agar avvalingiz va oxiringiz, insu jinlaringiz orangizdagi eng fojir kimsaning qalbidek bo'lsalaringiz ham bu mening mulkimdan hech narsani kamaytirib qo'ymaydi. Agar hamma odam bolalari iblisdek yomon bo'lib ketgan chog'ida ham, Fir'avndek tog'iy bo'lib ketgan chog'ida ham Alloh taoloning mulkiga buni zarari yo'q. Ey bandalarim, avvalgi oxiringiz, insu jinlaringiz bir joyga to'planib, mendan hojatlarini so'rasalar va men ularning har biriga so'ragan narsasini berganimda ham bu mening huzurimdagi narsalarni kamaytirmaydi. Hamma inson toifasi, hamma jinlar toifasi bir maydonga yig'ilsa, tasavvur qiling. Hammasi xohlagan narsasini xohlagancha so'rasa, Alloh taolo bir lahzada, balki undan ham qisqaroq muddatda ato qiladi va bu Allohning mulkiga hech qanday zarar yetkazmaydi, kamaytirib qo'ymaydi. Alloh taolo aytadi: "Faqat igna dengizga botirilganda undan qancha suvni kamaytiradigan bo'lsa, o'shuncha miqdorda kamaytiradi." Ya'ni kamaytirmaydi. Ignani dengizga solib chiqarsangiz, unga suv ilashadimi? Ignaga ilashmaydi. Dengizning oldida ignachalik suv nima degan narsa? Demak, Alloh taoloning birodarlar ato qilishi, Al-Mu'ti bo'lgan Robbimizning ato qilishi ham bir og'iz so'z. Bo'l deydi, bo'ladi. Man qilishi ham bir og'iz so'z. Bo'lma deydi, bas bu narsa bo'lmaydi. Bu hadis qudusidan oladigan xulosam shuki, inson zoti dunyoga kelar ekan Alloh taolo unga in'omlarni beradi. Ana shu bergan narsalardan qanday foydalanadi? Robbisidan nimani so'raydi va bergan narsalarning ustida qanday ish olib boradi?
Faman wajada khayran falyahmadillahi azza va jalla. Kim qiyomatga borganda o'zini amallarida xayriyatni topsa, o'zini amallaridan xayriyatni topsa, Alloh taologa hamd aytsin. Va man wajada ghayra zalik fala yawlumanna illa nafsahu. Endi yomonlikni topsa-chi, oxiratga borgan yomonlikni topdi yoki hayotida yomonlikni topdi. Faqat o'zini malomat qilsin. Alloh taolo ato qiluvchi. Banda so'rar ekan, Alloh azza va jalla o'zi xohlagan bandasiga xohlagan narsasini ato qiladi. Ko'p qaytaramiz. Ne musibat yetmasin, bu qilgan gunohlar sababli yetadi. Yana Alloh taolo gunohlarning ko'pini kechiradi. Mana asarlarda rivoyat qilinadi: "Ma min asratin wa ihtilaji irqin wa hadd sha'udin illa bima kasabat aydikum va yafu an kathir." Qoqilib ketasizmi? Tomiringiz, poyiz tortishib qolib qaltiraydimi? Cho'p teringizni bir shil oradimi? Shunga o'xshagan sizga yoqmaydigan nima ish bo'lsa, faqat o'zingizlar qilgan ish tufayli sizlarga yetadi. Oyog'ingiz qoqilib ketadi, bir qiyshayadi, joningiz achishib qoladi. Bekarga bo'lmadi. O'tib ketyapti bir daraxt, betingizni shil vordi, qo'lingizni shil vordi bir tikon. Bu bekarga bo'lmaydi. Alloh taolo al-Mu'ti bo'lgan zot. Sizni qilgan xatoyingiz, kamchiligingiz ko'payib ketayotganda istig'for etmasangiz yoki tavba qilib to'xtamasangiz, mana shunday bir aziyatni ato qiladi-da, sizni gunohlaringizni yengillatib qo'yadi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi, astagfirullah, laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Dar haqiqat biz insonni eng go'zal shakl shamoilda yaratdik. Eng go'zal shakl shamoilda. Mana shu shakl shamoilimizni go'zal ekanligini kim aytayapti? Robbimiz subhanahu va taolo. Inson shakli go'zal, o'ziga juda ham mutanosib. Mana siz bilan bizga Alloh taolo bergan mana jasadimizdagi ayrim a'zolarni Alloh taolo qanday ato qilib qo'yganligini, ularga qanday bir xususiyatni ato qilganligini, berganligini bir ko'rib chiqaylik. Ikki ko'z. Alloh taolo aytadi: "Alam naj'allahu aynayn." Biz unga axir ikki ko'zni ato qilmadikmi? Nimaga bitta emas? Nimaga ikkita? Agar ikkita ko'z bo'lsa, 3 ta narsa ko'riladi. Agar bitta ko'zda bo'lsa, faqat ikkita narsa ko'riladi. Uzunlikni enni. Endi chuqurlikni ko'rish uchun ikkinchi ko'z ham ishlashligi kerak. Alloh subhanahu va taoloning san'ati. Mana shu qo'limizda ignaga ipni o'tkazayotgan paytimizda bitta ko'z yumib olaylik-da. Oson o'tkazamikimiz. Ochganda boshqacha. Ikkita ko'z. Qarang, mana insonni barmog'ining uchida 40 ga yaqin chiziq iz bo'ladi. Kriminalistikada barmoq izlari. Insonni barmog'ida 40 ta iz bo'lar ekan, lekin ko'zida 256 ta iz bo'lar ekan. Shuning uchun ko'z bilan biror bir shifrlarga, seyflarni shifrovat qilishlik, qandaydir kodlarni qo'yishlik mana shu ishonchliroq ekan barmoq izidan ko'ra. Qayerda? Ko'zda. Miyaga keladigan asosiy ma'lumot birodarlar ko'z orqali bo'ladi. Ko'z orqali miyaga shunaqa bir katta miqdordagi, hajmdagi ma'lumot o'tadiki, bizning tilda informatsiya. U qancha miqdorda ekan degan savol bo'lsa, taqqoslash uchun misol aytamiz. Bitta katta shaharni provayderi o'zining shu simidan shahar ahliga o'tkazib berayotgan internetni hajmiga miqdoriga taqqoslasa bo'ladi. Bu juda ham katta ma'lumot. Juda ham katta ma'lumot. 1 sekundda insonning ko'zi 50 ta narsaniga qarab idrok qilishga o'rgangan. 1 sekundda 50 ta narsaga qaray oladi. 1 minutda 17 marta ko'z ochib yumiladi, 1 kunda 14200 marta, 1 yiliga 5.200.000 marta. Agar yiliga 5.200.000 marta bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha 70 yil yashagan odam 360 million marta ko'zini ochib yumadi. Lekin biror marta charchaganini his qilganmisizlar? Ko'z nimaga ochib yumiladi? Ko'z qurib qolmasligi uchun. Bilasizlarmi, kipriklar ishi nima? Kiprikning ishi dvornik. Laboyda dvornikda bunday artib turadi-yu. Dvornik artib turadi. Xuddi shu changni boshqa narsani tozalab turadi. O'ylab ham qo'ymaymiz. O'ylab ham qo'ymaymiz bunaqa ne'matligini. Ko'z qurib qoladi agar ko'z ochib bo'lib turmasa. Va bu ko'z sizni boshqarishingizga muhtoj emas. Qo'lingizga buyursangiz bir narsa qiladi. Oyog'ingizga buyursangiz yuradi, ammo qovoq, mana shu ko'z o'zini shunday ochib yumadiki, sizdan so'ramaydi, charchamaydi ham. Bir xatar o'tdi, ko'z shat yumilaveradi. O'ylab ko'rganmizmi Alloh taoloning bu atosini?
Qadru ne'mati inda zavol. Ne'matning qadri qachon bilinadi? Zavolga uchraganida, ya'ni yo'q bo'lgandan keyin bilasiz. Soch. Alloh azza va jalla insonga husn qilib, ziynat qilib sochni ato qildi. O'rtacha hisobda bitta boshda 300 mingga yaqin soch tolasi bo'ladi. Agar o'shuncha bo'lmaganda bir oyda to'kilib ketardi soch. Endi har bitta soch tolasining tagida tomir bor. Poylari o'sishiga, rangiga va boshqa narsasiga javob beradi. Endi Alloh taolaning hikmatini ko'ringki, bu soch tolalarida nima yo'q? Og'riqni his qilishlik yo'q. Tasavvur qilinglar, birodarlar, sochimizda yoki tirnog'imizda og'riqni his qilishlik, nervlari bo'lganida soch oldirishlik qayerda bo'lar edi? Operatsion stolda bo'lar edi. Har safar sochni oldirgani borganda narkozni hiydatib, hushimizdan ketkizib, sochimizni olib chiqarishar edi. Burun. Insonda ikkita a'zo o'lguncha o'sar ekan, quloq bilan burun. Mana Alloh azza va jalla burunni shunday bir mo'jiza qilib beradiki, o'pkaga kiradigan havoni issiq bo'lsa, sovutib kirgizadi. Agar tashqaridagi havo sovuq bo'lsa, isitib kirgizadi. Alloh azza va jallaning in'omi. Burunning ichida 10 milliondan ortiq nerv bor. Yosh sayin mana shu narsa kamayib boradi. Odamning burni 10 mingga yaqin hidni ajratib olar ekan. 10 ming. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Dar haqiqat biz insonni eng go'zal suratda yaratdik. Ikkita quloq. Mana birodarlar, nima uchun bitta emas? Agar quloq bitta bo'lsa, ovoz qayerdan kelayotganligini inson ajrata olmaydi. Mana shu ilmiy tadqiqotlarda bir xulosasini aytadigan bo'lsak, o'ng tomondan bir mashina signal chaldi, o'ng quloq chop quloqdan avvalroq eshitar ekan. Qancha demaysizmi? 1 sekundni 1620 ga bo'lsangiz. Qancha muddat bu? Juddi ham aytib bo'lmaydigan muddat. Ana shuncha muddat ertaroq eshitar ekanda, o'z-o'zidan miyadan buyruq keladi, inson o'ng tomonga qaraydi. Birodarlar, siz bilan jasadimizda shunday bir Alloh taoloning atoyotlari, in'omlari borki, biz o'ylanib ham o'tirmaymiz. Ikkita oyoq va mana bu quloq kanalidagi balans kanal akalar. Agar insonni quloqida mana shu tavozun deymiz, balans kanali bo'lmaydigan bo'lsa, inson to'g'ri yura olmaydi, qilib tushadi va to'xtay olmaydi. Agar mana shu kanal, mana shu balans kanali bo'lmaydigan bo'lsa, inson to'xtab olishi uchun yurib ketayotganda oyog'ini rasm berib 60-70 sm bo'lish kerak ekan. Lekin mana shu ajib kanal borki, inson yiqilib tushmaydi. Oyog'ini razmeri o'ziga bir latif, muloyim, o'ziga bir mos bo'lgan holatda to'xta oladi. Agar mana shu kanal bo'lmaganda, birodarlar, biz hech qachon velosiped mina olmagan bo'lar edik. His qilamizmi shu narsani? Uxlaymiz. Og'zimizga so'lak to'lib qoladi. Kim uyg'onib yutib keyin yana qayta uxlaydi? O'z-o'zidan avtomatik suratda ketadi. Kim qildi shuni? Biz vaqtimizni tejash maqsadida ayrimlarni qisqa aytyapmiz. Tupurga to'ldi. Yutish kerak. Havo klapani yopiladi, oshqozon ochiladi, tupurgingiz yutdingiz, yana klapan qaytib tushadi, nafasni olaverasiz. Uxlaysiz. Bir kechada necha marta ontarilib to'ntarilardik? 50 martaga yaqin inson ontarilib to'ntariladi. Nimaga? Ana shu bosib yotgan tomoniga qon kelmay qoladi, uyushib qishishni boshlaydi, miyaga kamanda ketadi, xuddi birov o'rgatgandek inson uxlayotgan holda to'ntariladi. Biz o'ylab ko'rganmizmi? Ey birodarlar, o'zi yeyishligimiz ne'mat, oson o'tib ketishi ne'mat, chiqib ketishi ham nima? Vallohul mu'ti deyaptilar Rasululloh, Alloh ato qilguvchi bo'lgan zot. Biz o'ylab ham o'tirmaymiz bu ne'matlarni. Xulosa, bu juda ham katta mavzu. Gapirsak vaqtimiz yetmaydi. Lekin bilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, astagfirullah. Inna fi xalqis samawati val ardi vaqtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Albatta, osmonlar va yerning yaralishida hamda kecha va kunduzning almashib turishida aql egalari uchun Allohni tanitadigan oyat alomatlar bor. Aynakka shunday qaraganimizda o'sha haqida bir fikr qilib qo'yaylik. Robbimiz subhanahu va taolo al-Mu'ti, ato qiluvchi bo'lgan zot. Berib qo'yibdi deb ketavermasdan fikr qilaylik. Kim berdi? Nimaga berdi? Dunyoga nimaga keldik? Chiqib ketganda nima bor?
Osmonlar yer haqida, inson o'zini jasadi haqida fikr qilishi birodarlar iymonning bir qismi. Ma'lumot yetarli, faqat o'qimaymiz. Hatto mana shu tabobat fakultetida o'qiyotgan, tabobatni, meditsinani o'qiyotgan kishilar ham o'qiydi uni, ammo iymoniy o'qish bilan o'qimaydi. Chuda prirodada, tabiatda mo'jizasida o'tib ketaveradi. Akalar unaqa emas. O'sha tabobatda o'qiyotgan akalar, ukalar, shu tabobat bilan shug'ullanadigan tabib akalar, ukalar iymoniy o'qish bilan o'qiydi bu narsani. Agar inson o'zini jasad haqida tafakkur qilsa, tana a'zolari haqida, aqli, ko'zi, qulog'i, oyog'i, bularning barchasi Alloh taoloning qudratiga dalolat qilishini albatta topadi. Robbimiz subhanahu va taolo al-Mu'ti, ato qiluvchi bo'lgan zot. Qala robbuna allazi a'ta kulla shay'in xalqahu thumma hada. Parvardigorimiz barcha narsaga o'z xilqatini, shaklini ato etib, so'ngra uni to'g'ri yo'lga solib qo'ygan zotdir. Alloh taolo ato qiluvchi. Siz bilan bizga berilgan qanday atoyot bo'lmasin, dunyoni tugashligi bilan tugaydigan bo'lsa, bu Alloh taoloning karamida ato deyilmaydi. Haqiqiy mo'minga berilgan atosi u dunyoga ham birga boradi. O'zimizdan so'raylik, Alloh taolo bizga nimalarni ato qildi? Dunyoviy ne'matlar, sog'lik, quvvat, mol va davlat, chiroy. Bu narsani musulmonga ham berdi, kofirga ham berdi. Ammo iymoniy ne'matlar bor. Bu faqat mo'minlarga beriladigan sakinat, xotirjamlik, saodat, kunidan rozi bo'lishlik. Bu faqat mo'minlarga berilgan. Yana Alloh taolo son sanoqsiz bergan ne'matlarning ichida shundaylari borki, inson vafot etishligi bilan bu ne'matlar to'xtaydi. Fa ammal insanu idza mabtalahu robbuhu fa akramahu va na'amahu fa yaqulu robbi akraman. Bas endi inson qachon Parvardigori uni imtihon qilib, diqqat qilinglar, imtihon qilib, aziz qilib qo'ysa va unga ne'mat ato qilsa, darhol Parvardigorim meni aziz qildi der. Nimada beruvdi u ne'matni? Nimada beruvdi? Imtihon, sinovda beruvdi. Va amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu robbi ahanan. Endi Alloh taolo shu bandani yana sinovga uchratib, imtihonga uchratib, rizqini tang qilib qo'ysa, Robbim meni xor qildi deydi. Kalla, unday emas deyapti Alloh taolo. Alloh taoloning berishi birodarlar, aziz qilgani emas, bermaganligi xor qilgani emas. Bergani sinov, bermagani shifo. Bermagani shifo. Berganda ham, bermaganda ham rozi bo'lar ekansiz, siz birodar Allohning qazoyi qadariga rozi bo'lgan bo'lasiz. Val qadari xayrihi va sharrihi minallohi taala val ba'thi ba'dal maut. Biz o'sha iymon keltirganimizda Allohga iymon keltirdim, farishtalarga iymon keltirdim deb turib, yaxshilik ham, yomonlik ham Allohning qazosidan degan joyimiz bor. Berganda rozimidingiz? Alhamdulillah deganmidingiz? Endi bermaganda ham shunday deng, shunda qazoyi qadariga rozi bo'lgan bo'lasiz. Ya'ni Alloh taolo aytayapti, ey bandalarim, ato qilishim karomat emas, man qilishim xorlash emas, ato qilishim sinov, man qilishim shifo. Demak, odamlarda ko'pi, musulmon kishilarning ko'pi ilohiy muolaja ekan-a. Shuning uchun dunyoviy deyilgan ne'matlar, zakovat, aql, chiroy, boylik, bularda Alloh taolo kofirlarga ham beravergan. Ammo iymoniy ne'matlar faqat mo'minlarga beriladi. Banda bir mashaqqatga uchradi. Shunda banda shu ustiga kelgan makruhot, uni shifosi o'sha ekanligini tushunsa, Alloh taolo uni gunohlardan tozalayotganligini tushunadigan bo'lsa, shu makruh narsa ham ne'mat ekanligini tushunadi. Qalaysiz desa alhamdulillah deydi. Kasal o'zi, bansa yotibdi turolmay kalovatda. Tuzimisiz, yaxshi uxladi desa alhamdulillah deydi. Qarang, bu nimani belgisi? Allohning qazoyi qadariga roziligini belgisi. Mana shu musibat, mana shu dard ham uni foydasiga ekanligiga iymon keltirayotganligini belgisi, mo'minligini belgisi. Har bitta narsa Alloh taoloning qazoyi qadari bilan bo'lishiga mo'min kishi iymon keltiradi. Va mana shu iymoni undan g'am qayg'uni ketkazadi.
Har bitta ish Alloh taoloning qazoyi qadari bilan bo'lishiga iymon keltiradi mo'min odam. Va mana shu iymoni undan g'am qayg'uni ketkazadi. Demak, Alloh shuni xohlagan ekan, shunday bo'ldi. Sen ana qilmaganingda, o'sha paytda palonchiga uylanganimda, o'sha aksiyani olib qo'yganimda, o'sha chekni olib qo'yganimda, agar mana shu so'zni qarab turinglar. Rasululloh aytadilar, Abu Dardo roziyallohu anhudan Imom Ahmad keltirgan hadis: "Likulli shay'in haqiqatun." Har bitta ishning haqiqati bor. "Va ma balagha abdun haqiqatal iymon." Banda iymonning haqiqatiga yetmaydi. Iymonning mazasini totmaydi, iymonning nimaligini tushunmaydi to hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhtiyahu va ma akhtahu lam yakun liyusibahu. Diqqat qilinglar. Bugungi darsimizning asosi shu. Robbimiz al-Mu'ti, ato qiluvchi bo'lgan zot. Alloh yaxshilikni ato qildi, alhamdulillah, yaxshilik bu. Alloh taolo bizga bir yomonlikni berdi, bizning nazarimizda yomonlik u. Endi qarab turing. Har bir narsaning haqiqati bor deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Banda to unga yetgan narsa, uni chetlab o'tishi mumkin bo'lmaganligini va unga yetmagan narsa esa unga yetishi mumkin bo'lmaganligini anglamagunicha iymonning haqiqatiga yetmaydi. Bir narsaga erishdingiz. Alloh shuni yetishligini yozganligi uchun yetdi sizga. Endi bir narsaga yeta olmadingiz. Alloh yozmagani uchun yetmadi. Shuni tushunsiz, iymonning nimaligini tushunibsiz. Biz aytamiz, bir narsa bo'ldimi? Demak, Alloh taqdiri yozgan edi. Bir narsa bo'lmadimi? Demak, Alloh shu narsani yozgan edi. Alloh xohlagani uchun bo'ldi, Alloh xohlamagan uchun bo'lmadi. Demak, orqasida nima bor buni? Buni bir hikmati bor. Shu so'z bizni qalbimizga taskin beradi. Buni bir hikmati bor. Keyin ko'rinadi. Yaxshi ham uylanmaganim o'shungachi. Mana bo'lib ketdi. Yaxshi ham o'sha reysda bormay qolganim, samolyot yonib ketdi. Ungacha rasa jirilagansiz, mana shu reysdan qoldim, shu samolyotga chiqa olmadim, moncha pul topib kelar edim. Keyin bilsiz samolyot qo'nmabdi nariyoqqa boribchi. Bu faqat mo'minda bo'ladi. Yaxshilik kelsa ham alhamdulillah deydi. Unga yoqmaydigan ish kelsa ham alhamdulillah. Chunki buning orqasida nima bor? Buni bir hikmati bor deydi. Vallohul mu'ti, Alloh ato qiluvchi bo'lgan zot.